İmom Hamzani aytmaysizmi? İmom Hamza haqida inshaalloh alohida bir hali suhbatlarni Alloh nasib qilsin. Alloh taoloni o'ziga o'qib bergan. Balkim o'sha tushda keladi. Ey Hamza, senga bu qiroatni kim o'rgatdi degan Alloh taolo. O'zlarining shayxlarini aytadilar. Unga kim o'rgatdi? İbn Ammi Nabiyika, payg'ambaringning amakisining o'g'li Hazrat Ali'ni aytadi. Hazrat Ali'ga kim o'qitibdi bu Qur'onni? Hazrat Ali'ga Allah seni o'zining payg'ambaring Muhammad alayhisolatu vasallam o'qitibdi. Meni payg'ambarim Muhammadga kim o'qitibdi? Seni farishtang Jibril o'qitibdi. Jibrilga kim o'qitibdi deganida tushda u kishi men jasorat qila olmadim, qodir bo'la olmadim, sen o'qitgansan deyishlikka va aytdim ana ya'ni la aqdiru la ajsuru an aqula anta. Ey Robbim, men senga sen deb ayta olmayman deganda u tushda keladi. Ey Hamza